Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, mana hozir shu Aristonda ochib tozalamoqchi bo'lyapmiz. Maqsadimiz shu. Xo'p, endi buni o'rnatilganiga hozir 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Ozmoz to'kilganga o'xshab shunday bo'lyapti. Shuning uchun chiqishga qiynalyapti bu hozir. Chiqisi kelmayapti. Endi ayamasdan sal ko'chirmasak chiqmaydi shekilli. Agar o'ta ko'p o'rtoqlar. Mana bunchalik bo'lib ketgan deb o'ylamagandim. Hozir buni chiqqandan keyin Aristonni ichini ham xudo xolasa videoga olib ko'rsataman. Ogoh bo'linglar deydi-yu. Shuning uchun harakatini qilish kerak, sababini qilish kerak. Hamma narsani yaxshi bo'lish uchun sababini qilish kerak. Xo'p, yana bu Aristonimiz Royal 80 talik. Xo'p, 36 oy kafolatda yozib qo'ygan. Endi yozib qo'yishaveradi. Nechinchi yil chiqqanini bilmadim-u. Xo'p, hozir uni ichini men ko'rdim. Hozir o'rtoqlar. Hozir mana Aristonni yig'ish jarayonini boshladik. Tozalamni ko'rdinglar. Xudo xolasa mana endi joyiga qo'yamiz buni. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Mana hayot mana o'rnatib qo'ydik. Hozir mana tozalab chiroyli qilib hamma joyni. Hop, endi hozir mana rozetiga suqamiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Hozir ko'tarilmagan davlinamas qanchalik